Bolani kech gapirishining sabablari va davolash. Videoni oxirigacha ko'ring. Bola ehtiyojlarini imo-ishora orqali tushuntirsa, ota-onalar buni darrov tushunib bajarishsa, bu esa bolada gapirmasam ham tushunishyapti-ku degan holatni shakllanishiga olib keladi. Ota-ona bola bilan kam gaplashsa, oilada 2 va undan ortiq tilda gaplashsa, oiladagi nosog'lom muhit, ko'p janjal, baland ovozda gapirishlar, bolani urishish, baqirish, ba'zan urush holatlari ham, televizor, telefondan muntazam foydalanish, qo'rqinchli animatsion videolar, genetik moyillik, ya'ni otasi yoki onasini kech gapirishi, kimnidir bolasi bilan solishtirib, bolani gapirtiraman deb baqirib bola bilan ishlash. Bu holat ham bola uchun stress hisoblanadi. Eshitishni susligi hisobiga ham gapirmaslik mumkin. Buni lor nazorati ostida aniqlashtirib oling. Keyingi holat bosh miyada tushunish, gapirish va analiz sintez qiladigan markazlarning faoliyatini buzilishi. Buni nevrolog tomonidan aniqlashtirib oling. O'zim nevrolog sifatida ayta olaman, bu sentrlar buzilsa, bolada qo'shimcha klinikalar bo'ladi. Davolashda nevrolog, psixolog, logopedning ko'rigi, uydagi muhitni yaxshilash kerak, til chiqquncha bir tilda gaplashish kerak, bola bilan ko'proq muloqot qilish, bolaga mikrofon olib berish. Bu ham gapirishga turtki bo'ladi. Ha, aytgancha, normasini bilib oling. Bola 1 yoshdan 2 yoshgacha 10-15 ta so'z, 2 yosh va 2,5 yosh oralig'ida 200-300 ta so'z bilish kerak. 2,5 yoshgacha birorta so'zi bo'lmasa, shifokorga murojaat qiling.